Bismillahirrahmanirrahim. Durusul Lugatil Arabiyya 3. qism kitapning 2. darsining mashqlaridan biroz qolgan. Hozir shuni deb o'tayli. 17. mashq kelgan. Hati jam'al asma'il atiya. Tövendeki isimlarning ko'pligini keltiring degan gap. Amun yil, tiflun bala, sahihun saq, ya'ni kasal emas, kasalning qarshisi. Mutazawwijun to'y qilgan, hizbun guruh, partiya, imamun imam. Shularning ko'pligini lug'at axtirib tepkasanglar bo'ldi. 18. mashq. Dakhaltu alal mudiri ay mudirning qishiga kirdim degan gap. Dakhaltu maktabal mudiri va huwa fihi. Men mudirning ishxonasiga kirdim va mudir shu ishxonada bor ekan, shu holatda kirdim degan gap. Alal mudiri deganning ma'nosi shu demakchi. 19. Aqamus solata. Namozni turg'izdi. Al mudari'u yuqimu, ya'ni aqamaning mudari shakli yuqimu. Al-amru nondagi buyruq shakli bo'lsa aqim. Buni mushundoq bilib olsanglar bo'ldi. 20. mashq. Mal farqu baynal abdi val ubaydi. Abd bilan ubaydning farqi nima? Ubaydun degan tasg'ir, ya'ni kichiltirilgan shakli. Maza tusamma sig'atul ubaydi fi sarfi. Sarfda ubaydun degan sig'a nima deb atildi desa, tasg'ir desak bo'ldi, ya'ni kichiltirilgan sig'ida. 21. Vasaltul madinata. Madinaga shaharga yetib keldim. Va vasaltu ilal madinati. Ila deb ishlasakmi bo'ladi yoki vasaltul madinata deb ishlasakmi bo'ladi. Kilahuma sahih, har ikkisi to'g'ri. Eng oxirgi mashq. Yujma'u ma'nan ala ma'anin. Ma'anan degan so'zning ko'pligi ma'anin bo'ladi. Haka amsilatan ukhra li misli hazal jam'i. Mushunga o'xshash ko'plik uchun boshqa misollarni sizga keltirib beramiz. Masalan, jariyatun uning ko'pligi jawarin, ya'ni sig'ida ma'anin o'xshab qoladi. Mashiyatun mawashin. Jariya degan kichik qiz yoki cho'ra degan ma'nosi bor. Mashiyatun hayvonotlar, ya'ni qo'y, kala deganga o'xshash hayvonotlar. Buning ko'pligi mawashin. Da'iyatun da'vatchi, ko'pligi dawa'in. Nadin nida qilguvchi, ko'pligi nawadin. Laylatun kecha, layalin. Hazihil asma'u ala vazni mafa'ila. Bu ismlar mafa'il o'lchimida, vaznida. G'ayra lekin annaha tunawwanu fi raf'i wal jarri. Raf'lik oldi bilan jarlik oldida tanvin olati bo'ladi. Va tujarru bil fathatil muqaddarati. Va taqdir qilingan zabar bilan jar qilindi. Ya'ni jarlik o'rinda g'ayrimunsarif bo'lganligi uchun zabar o'qiydiq, ya'ni zir o'qildigan yerda g'ayrimunsarif zabar o'qildi deb qoida o'rgangan. Shuning uchun bunga o'xshagan ko'pliklar jarlik o'rinda kelib qolgan vaqtida oxirdagi harfning ustida taqdir qilingan fatha bor desak bo'ldi. Masalan, harf jardan keyin kelib qolsa bu ko'pliklar yoki mudofun ilay bo'lib kelgan vaqtida majrur jarlikning alomati oxirgi harfining ustidagi yushurun zabar desak bo'ladi. Taqulu mundaq deysiz. Lil wawi ma'anin kasiratun. Wawning nurg'ulg'an ma'nolari bor degan gap tarjimasi. Ta'til wawu li ma'anin kasiratin. Waw nurg'ulg'an ma'nolar uchun keladi, ya'ni wawning nurg'ulg'an ma'nolari bor. A'rifu li wawi ma'aniya kasiratan. Wawning nurg'ulg'an ma'nolarini bilaman. Bu misollarga qaraydigan bo'lsak, birinchi misolda ma'anin mubtada. Mubtada bo'lganligi uchun raf'i. Rafi bo'lganligi uchun ma'anin deb tanvinlik olati keldi. Ikkinchi misolda li ma'anin majrur bo'lganligi uchun tanvin olati keldi. Ma'anin ism majrur harf jardan keyin kelgan bo'lg'ashqa. Alamatu jarrihi fathatun muqaddaratun ala oxirihi. Jarlikning alomati tashlangan yoning ustiga taqdir qilingan, ya'ni faraz qilingan yushurun zabar desak bo'ladi. Uchinchisida ma'aniya maf'ulun bihi bo'lganligi uchun buningga tanvin kirmasdan ma'aniya deb tanvinsiz keldi. Shuning bilan ikkinchi darsning mashqlari tugadi. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk.